Assalomu alaykum qadrdonlar, hurmatli uzum ishqibozlari. Bugun 21 fevral sanasi 2026-yil. Biz o'zimizni mana Parnikdamiz, Teplitsada hujjatlarni ekish boshlandi. Xo'p, avatardan boshladik. Qo'yilganiga rosa bir oy bo'libdi. Oldilari yaxshi tomirlagan. Bitta ikkita ozgina o'zimizda ham kamchiliklar bo'lgan, shuni hisobiga ba'zilarida tomirlar, ya'ni ildizlar chiqarmagan. Mana ko'plik oldan nari tarafdan avatardan boshladik ekishdi, mana ishlarimiz ekishyapti. Xo'p, ekish tartibini ham ko'pchilik chiqaring deyishgan edi. Xo'p, ashuni tugatsangiz bitta nima qilib beramiz, ko'rsatib beramiz, qanday ekyapmiz. O'tgan yili biyagimiz bilan tuproqni elak-kelak aralashtirardik, lekin tuprog'imiz ham o'zi juda mayin, o'zi qoramtirroq uydan chiqqani uchun biyagimiz aralashtirmayapmiz. Tagiga ozgina sovoryapmiz. Ya'ni tagida asosan ildizi bo'ladi, o'rtaga bo'lish kerak ekan bu. Kalta nimani o'rtasida qolsin, varankani. Chekkada bo'lib qolsa, keyin haligi korobkada, mana shunaqa. Chekkada bo'lib qolsa, korobkada jo'natgani ham qiyin bo'ladi, mana zo'r bo'ldi. Mana tomirlar. Ildizlar. Xo'p, bular o'zi ko'p o'sib ketgan. Biz qana holatda bu yil ekmoqchi edik o'zi? Xo'p, qani. Xullas ozgina nishlagan holatda, ya'ni ozgina kalus, mana. Mana shunday ozgina tomirlagan holatda ekmoqchimiz, chunki tomir o'ta uzun bo'lib ketsa ham, mana ildiz, endi bizning yerda tomir deyiladi. Bu ildiz o'ta uzun bo'lib ketsa ham, xo'p, ekilganda sinadi yoki ekilgandan keyin bu boshqatdan qurib, boshqatdan yana ildiz chiqaradi. O'shaning uchun buni juda bunaqa uzun qilib olish tavsiya qilinmaydi. Xo'p. Mana. Asosan mana bo'g'im joyidan chiqargan tomirda. Xo'p, keyin mana biz shilgan joylarimizdan ham mana. Qaranglar mana. Arrada tilingan joylardan ham juda ko'p tomirlar chiqargan. Bu tomir hali oziqlantirmaydi. Bu tomir mana oralardan chiqyapti, ko'ryapsizlarmi? Yorib chiqadi mana shilgan joylaringizdan. Foydasi shunda. Yorib kalus yorib tomir chiqarish oson bo'ladi po'stlog'ini agar shilib qo'ysangiz. Shilmasangiz shu narsa qiyin bo'ladi mana. O'tgan yili buni o'zimiz farqini sezganmiz. Bu tomir ekilgandan keyin quriydi, boshqatdan yana tomir chiqaradi, mana pastellarni chiqaradi. Bu ildizi rangi qizaradi. Qizargandan keyin oziqlantirishni boshlaydi. Ungacha bu unchalik oziqlantirmaydi. Mana shilingan joylardan chiqqan yavni mana qaranglar. Mana tagiga ozgina biyagimiz sovoryapmiz. Ekavering endi. Nimasi bormi? Kalusi bormi? Qarayapsizmi? Yo'q, bu oddiy po'panak. Mana buniki. Mana qo'yib, ustiga tuproq. O'rtaga, o'g'irlang, o'rtaga. O'zi tuprog'imiz ham juda ham mayin, chirinligiga boy. Shuning uchun to'ldirib nima qilavering? To'ldirib qilaverasizlar, o'zi cho'kib qoladi hali sug'orilganda. Oshiqcha bosmaysalar, solib nima qilib qo'ysalar ham bo'ldi, tagini urib qo'ysalar ham bo'ldi. Bosganlaringda tomiri sinib qoladi. Xullas shularga e'tibor berish kerak mana. Xo'p, bundan keyin mana preobrazeniyaga o'tamiz. Preobrazeniya bu ham tayyor. 10 kunda tayyor bo'ldi, qo'yib olish kerak. O'zi kalus chiqarishni boshlagan, ekvaraveramiz. Qolgan ildizni ekilgandan keyin chiqaraveradi. Mana qaranglar, kalus mana chiqarib qo'ygan. Chunki hozir sizlarga tushuntiraman. Mana hammasida bir xilda kalus bor, ko'z tegmasin. O nimalar kurtalar ham yorib qopti mana. Avj juda ham tez ekan mana. Mana kurtalar. Qaranglar. Shularni mana tagida ildizi bo'lishi kerak. Mana. Mashaalloh mana. Zo'r. O'kingi issiqlarda teplisi isib ketganiga kurta yozib olibdi, avj tezligidan. Bu taraf mana manikür finger qo'ydik, bu ham 20 kun xudo xohlasa tayyor bo'ladi. Keyin ana oldingi videomizda ko'pchilik aytibdi, childagi uzumlarda avji tez bo'ladi, bular erta pishadi debdi. Mana manikür finger uzumi o'zi kechki uzum, lekin buni avji zo'r, quvvati baland. Hosildorligi zo'r. Shuni hisobiga bu ham 20 kunga bormasdan o'zi kalus chiqarib bo'ladi. O'tgan yil 15 kunda tayyor bo'lgan kishiga. Shu kalus chiqarganda ekib yoramiz. Bet to'plab ol, katyoldan isiydi, ya'ni tagidan issiqlik beramiz. Kalus bor bo'lsa bo'ldi. Keyin o'zi tomirlab ketaveradi yog'iga. Chunki tagidan issiqlik beramiz. Bizda shamol bugun juda ham sovib ketdi. Mana hozir bu to'plab ol ishlayapti. Xo'p, bu stashkani ishga tushirguncha katyol yoqungacha mana bitta suv quyiladi.
bitta botirib suv quyiladi, shu bilan bir haftaga suv quyilmay turadi. Ya'ni o'zi nami qochmaydi. Ancha munchaga qochmaydi. Hozir mana shu suv silqagandan keyin yashigi bilan so'pli polga qo'yib turamiz bo'lgan yerda. Keyin katta yo'lda yoqqandan keyin bu yerga taxtalarni terib, taxtani ustidan qo'yamiz. Primoy kamtak qo'ymaymiz. Tomiri oq tomirda kuydirib qo'yadi. Ozgina 10 sm ko'tarib, bitta taxtalarimiz bor, o'shalarni terib turib, keyin qo'yamiz. Gradus 30 turibdi. Shunaqa gaplar. Kimga nihollar kerak bo'lsa, aprel oyiga hozirdan aloqaga chiqib ko'rasizlar. Zakaz olishni boshlaganmiz. Bitta akamiz zakaz berganlar, o'zimiz Qo'shtepadan, shu kanal bo'yida qilingan uzumzorlardan olgan ekanlar. Aka ko'rib turgan bo'lsangiz, zakazni beraverasiz, yana zarur bo'lsa tanishlarga. Keyin bitta Diyorbek akam Qo'qondan ular zakaz berishgan 300 dona. Yana kimga kerak bo'lsa, ob'yomda oldindan zakaz beraverasizlar. Narxi bu yil juda ham arzon chiqadi. Ko'pchilik narxini so'rayapti. Avatar bilan manikür fingerimiz eng oldi yaxshi o'sgan holatda 15 ming so'mdan shu tuvechalarda xudo xolisi sotamiz. Preobrazeniyamiz narxi 40 ming so'm bo'lishi kutilyapti, chunki qalamchasini o'zida ham ko'ryapsizlar, qimmat. Va ozroq Lamborghinimiz bor, 4-sortimiz. Buni ham xudo xolisi sizlarga 40 ming so'mdan qilib beramiz, tayyor niholini. Ya'ni bir qarich 15 sm, 20 sm o'sgan holatda bo'ladi. Ya'ni tayyor ko'chat bo'ladi. Chunki ko'chatchilik birga bir foyda qolmaydi, birga bir o'stira olmaysiz, baribir pateri bo'ladi, xullas o'sib turganda qurib qolish bo'ladi. Shuni hisobiga narx balandroq chiqadi. Asosan shu 4 xil navdan bu yil aprel oyiga tayyorlaganmiz. Avatar, manikür finger, preobrazeniyya va Lamborghini. Aloqaga chiqaverasizlar. Donabay hozirdan zakaz qilmaysizlar, faqat ob'yomda 100 dona, 50 dona, 200 dona eng kamida ob'yomda olmoqchilar zakaz qilib qo'yasizlar. Zaklad bilan iloji bo'lsa, shunda birinchilardan olib yetkazib beramiz. Donabay oladiganlar, xudo xolisa ko'chatimiz yetadi. Bemalol tayyor bo'lgan donabay olaverasizlar. Dastavkasini butun O'zbekiston bo'yicha xudo xolisa qilamiz. Salomat bo'linglar. Mana tomirlasa yonlariga o'zi chiqib ketadi tomirlari. Bitlarda ham ko'rinib turibdi, buni oqildilar. Hop, ishimizdagi kamchilik ham aytaman. Mana tomirlar. Ishimizdagi kamchilik boshida bo'ladi hammada. Hop. Mana qaranglar, kurtayni tagidan olishmagan. Lekin arrada tilingan, lekin qo'zag'ini o'zi sal-sal mana shilingan. Ichidagi hali o'zi nimasiga o'tmagan. Buni eksiz bo'laveradi. Mana kalusi yorib qoldi, ko'rdingizmi? Buni bodroq chiqaribdi. Mana shunday eksiz bo'laveradi. Bitlarda yana bor ekan kiydiganingiz. Mana u ham yorgan, mana. E'tiborli bo'lish kerak. Mana bu ham yorishni boshlabdi. Buni ham ekib boraverasiz. Xullas, arada yaxshi tilinmagan. Mana tilinganlari mana yorib chiqishni boshladi. Kalusda uni. Buni ham ekib boraverasiz. Endi bu nima qilinadi? Mana bu ham yoribdi, qarang. Ko'rdingizmi? O'ni. Buni ham eksiz bo'ladi. Ko'pini o'tkazib yuboribsiz. Mana bu ham yorgan ekan. Qarab qo'yish kerak ekan sizga. Plus yaxshi arada tilinmaganlari, tomirlamagan. Ular boshqatdan yana sirindiga qo'yiladi. Mana. Mana kurtay tagidan olinmagan. Ro'metda yana bor ekan, mana kalus chiqargan. Mana shuni eksa bo'laveradi, bag'iga o'zi olib ketadi. Mana qarang, shira chiqargan, ko'rdingizmi? Mana shular bitta qarab chiqasin. Mana ular oddiy po'panak bo'lgan bular, mana. Bu nima emas, tomir emas, bu oddiy biz tilda po'panak deydi, o'zi nimadir, mog'or deydi, zamburug' xullas. Chunki panglagan ham deyshadi biz tilda. Mana bularning tagidan boshqatdan kesib, yana arada yaxshilab tilib qo'yamiz. Bitta yana bor ekan. Qo'yib qo'yamiz, shunday bo'lib mana kalus chiqargandan keyin ekib yuboramiz. Mana shu kalus chiqargan paytda ekish eng yaxshisi. Chunki tagidan issiqlik beramiz. Shu bilan sekin o'zi tomirlab bu yog'iga o'sib ketaveradi. Chunki tomirga harakat qildi, bo'ldi, yetadi shu. Qaranglar, kurtaklari o'smagan. Birinchi tomir chiqarib olish juda muhim. Hop. Bunda yo'q ekan.